Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Mana buqachalarimiz zo'ridan kelgan. Boqilayotgan hammasi zo'r. Mesli mollar, qazoq mollari ham bor. G'ijduvon tumani G'ishti mahallasida. Ana vekschamiz. Olib go'salar yoshga to'lmagan. 17,5 million so'm. Boqilayotgan. Zo'r parodasi ham zo'r. Ana vekschamiz 2 kurak bo'lgan 25 million so'm. Qaro go'sht boqilayotgan bu ham. Kami bor. Navoiy, Buxoro viloyatlariga dastavkasi bepul. Xo'sh, ana bu ikkitamiz bor. 24 million so'm. Bir kurak bo'lgan tishi. Bu ham boqilayotgan. Xo'sh, ana bu 3 ta o'kizimiz bor, qazoq o'kizlari. Jivoy veska 600 kg, 650 kilodan keladi. 35 million so'mdan. Navoiy, Buxoro viloyatiga dastavkasi bepul. Uchani bir joyga olaman deganga kelishtirib beramiz, kami bor. Adden olib yo'llab bo'lsa 35 million so'mdan bo'lsa beramiz. Ana bu yoqda mana sigirchalarimiz bor. Xo'sh, ana bu onavacha sigir. Ana bu buzoqchasi. Boqsangiz ham bo'ladi, tayida 2 litr suti bor. Birinchi tug'ishi. Bachasi 13-cha. 20 million so'm bo'layotgan narxi. Buxoro viloyatiga G'ijduvon tumani Liboy bitta oblastga dastavka qilib beramiz. Ana bu sigirchamiz. Suti yo'q tayida, bachasi 13-cha, birinchi qo'rin tug'ishi, boqilayotganlarga kelaverasiz. 20 million so'm bo'lsa beramiz mana. Ana bunisi qaro go'sht. Boqsa ham bo'ladi. 4 qorin tuqqan. 13 million so'm bo'lsa beramiz. Dastavkasi ichida Buxoro, Navoiy viloyatiga. Nomerlarimiz 99lik 967 67 82